Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli kuzatuvchilar, sog'misizlar. Intervyuimizni boshlashdan oldin men sizlarga kerakli ma'lumotni yetkazib o'tmoqchi edim. Xo'jand shahridan kimgadir kvartira qiziq bo'layotgan bo'lsa, sotib olmoqchi bo'lsalar, men sizlarga albatta Shoh Soxtmon kompaniyasini tavsiya qilaman. Bu yerda o'zimiznikilar juda ham ko'pchiligi olgan 9 qavatli binodamiz hozir. Mana shu binomiz kelasi yil aprel oyiga topshiriladi. Quyidagi raqamlarga telefon qilib bog'lanib to'liq ma'lumot olishlaringiz mumkin. Juda ham zo'r aksiya ketyapti ekan va qolganini Instagram sahifamizda ko'rib borasizlar. Endi esa intervyuimizni boshlaymiz. Xudoyberdi akamiz professordan 500 000 so'm 500 ming, To'yboshi Bahrom akamizning o'rtog'i Muxtor Hoji akamizdan 200 ming so'm 200 dollar ekan. Ming rahmat. 16-majlis Shavkat aka vrachlar do'stlar. Shavkat aka vrachimizdan ham 100 dollar solib kelgan. Qani mahkam. Qani Farruh polvon qarmakka. Qani mahkam. Qudurg'ul shamol jiyanlardan yurtning mashhur polvoni. Farruh polvon qarmakka bolasi kelganda kecha chopmaylar takan almashtiramiz. Bundan oldingi marramizga do'stlar, Avaz Farhod yetdi, Xolbek polvon do'stlar. Ayol birinchi maydon Rustam akamizning Bahrom aka Jumaboyev Stinger nomlari bilan tajal Xolbek polvon. Bahrom aka Jumaboyev Stinger bilan chopmay takan almashtiramiz polvonlar. Bahrom akamiz bilan yuqori marramizga do'stlar. Ana Asilbekchi o'zim. Sizmi? Do'stlar bir qarsak chalib qo'yamiz. Tojikiston Asilbek polvon mehmonlarimiz tashadi yuqori marraga bir qarsak olqishlar bo'lsin. Tojikiston Asilbek polvon xushomaded. Zafardan Ulug'bek akamizning A7 nomlari Zafardan Ulug'bek akamizning A7si bilan omadini bersin. Tabriklaymiz polvonlarimizni do'stlar. Tojikiston Assalomu alaykum. Samanir Kenjayev YouTube Instagram kanalining kuzatuvchilari, muxlislari va albatta ko'pkari ishqibozlari, otvozlari, polvonlar, muxlislar, sog'misizlar. Mana biz hozir xudo xolasa Devashtish nohiyasiga Mang'it qishlog'iga keldik. Mang'it qishlog'ining farzandi Asilbek polvondan bugun intervyuimizni olamiz xudo xolasa. Kuzatishda davom etingizlar. Hozir bizda chamasi bir 40 gradus issiq bo'lyapti. Albatta mana hozir bu yerda Asilbek polvonni yetib keldik va kirib boramiz hozir. Intervyuimizni boshlaymiz. Polvon aka, qalaysiz? Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? O'zingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Qalay harakat ketyaptimi? Ha, mana sekin mana talab va takliflarga binoan ha, mana sekin intervyu olishga keldik. Xudo xolasa. Qani qayerdan olamiz? Mana aka. Qani boshlang. Ya bu yerda otvoz akalarimiz ham kelibdi-yu. Mehmonlar. Bu tabiat qarangizlar, qadrdonlar, bu gullarni. Polvon aka bu gullar bilan Aka bizni hobbida bu. Ha, gap hobbingizga gap olaykum. Mana assalomu alaykum. Keling, qalaysiz? Yaxshimisiz? Dursiz? Tejmisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Dursiz? Assalomu alaykum. Qana yaxshimisiz? Dursiz? Tejsiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Dursiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tejsiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Dursiz? Tejsiz? Qana? Yo'q, bitta. Qana bitta duo qiling. Ya Allohim o'zing 18 ming olamni yaratgansan. O'zing yakka yagonasan, o'zing ulug' zotsan, o'zing ko'rguvchisan, o'zing bilguvchisan. O'zing rahmdilsan, o'zing rahmdilsan. Avvalambor o'zingdan so'rovchilardan qiyin, o'zingga sajda qiluvchilardan qiyin. Mana shu xonadonga baraka xayr bergin, qo'shganlar bilan qo'sha qarsin. Polvonni omadini bersin, elni nazardan qoldirmasin. Qanoat xursandchilikda yaxshi kunlarda uchrash nasib o'zinglarga. Rabbona atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban nar birahmatika. Ha, yaxshi deriz. Polvon aka, siz qalay endi? Charchamayapsizmi? Harakat qilyapsizlarmi? Gapi yo'q. Ha, rahmat sekin. Mana xudo xolasa biz hozir Devashtish Mang'it qishlog'idamiz. Mana bu yerda otvoz akalarimiz, mana tanishlar chiqyapti. Xudo xolasa hozir ular bilan ham ijozat berishsa suhbat qilamiz albatta. Xudo xolasa bo'lmasa hozir intervyuimizni boshladik-a bo'lmasa. Qani ketdik ichkarida. Yuring, bitta yuring.
Qana siz tepaga o'ting. O'ting, o'ting. Mehmonlar. Siz mehmonlar. Mehmon. Marhamat. Mehmonlar. Esalbek. Ya Allohim, o'zing 18 ming olamni yaratgansan. O'zing yakka yagonasan. O'zing ulug' zotsan, o'zing ko'rguvchisan, o'zing bilguvchisan. Faqat o'zingdan so'rovchilardan qilgin, o'zingga sajda qiluvchilardan qilgin. Mana shu xonadon sohiblarining qo'shganlar bilan qo'sha qarz qil. Bolalarini orzu havasini ko'rib yurishlik ota-onasiga nasib bo'lsin. Shu polvonni elni nazardan qoldirmagin. El taniyotgan yigitlardan qilgan martabalar bundan ham baland bo'lsin. Hamma xursandchilikda, yaxshi kunlarda uchrashish nasib ro'z eylasin. Rabbana atina fid dunyo hasanatan va fil oxirati hasanatan qina azoban nar bi rahmatika ya rahim. Assalomu alaykum yana bir bor. Aslibek polvon, siz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Mana taklif va talablarga binoan oldingizga keldik intervyu olishga. Xudo xolasa intervyumizni boshlaymiz. Savollar kelgan muxlislardan. Birinchi savollarimizdan o'zingizni qisqacha tanishtirib o'tsangiz, qayerdansiz, bu sohaga qanday kirgansiz, necha yoshdasiz, bir ma'lumot bersangiz, keyin savollarga o'tamiz keyin. Avvalambor assalomu alaykum aziz otvozlar, polvonlar, muxlislar. Avvalambor yurtboshimiz eson bo'lsinlar. Shunday sharoitlarni yaratib qo'yibdilar. Mana Xudo xolasa bagi uloqlarni chopib, chiroyli qilib olib yuribmiz. Men G'onchi Devashdan, Mang'ut qishlog'idanman. 95-yilman. 95-yilsiz. Xudo xolasa necha yoshingizda bu ko'pkar sohasiga kirib keldingiz? Qiziqishingiz qachon paydo bo'lgan? Qiziqishim men balalikdan bo'lgan ekan. Где-то shu yoshligimizdan endi uyda ot bo'lgan, bobomlarda ot bo'lgan, keyin shu tog'amlarni ko'rib havas qilib, qiziqib shu bilan boshlab o'rganmiz. Ha, avloddan avlodga o'tib kelyapti, xudo xolasa, ha. Endi birinchi marrangizni esla olasizmi? Qayerda, qaysi rayonda, qaysi ot bilan, qanaqa solimga solgansiz? Birinchi marralarimiz endi ko'p shu o'yinlarda ko'p chopib marra qilib yurganmiz. Endi asosiy birinchi marramiz shu Qirg'izistonda bir uloq bo'lganda, Oqsuv degan joyda. Shu yerda shu ustozimda Halim polvonda bir to'rg'otlari bor edi. Shu ot bilan pastga bir olib borib soldim. Shu nima deydi? Sizlarcha o'sha katta uloqlarni Qirg'izistonda bo'lganda. Kattaroq uloqlarda birinchi solgan solimim shunday bo'lgan. Shu pastga olib kelib bir soldim. Birginam shu Qirg'izistonga 1000 so'mgami solgandim. Aha. Endi o'zingiz ustozingiz kim bo'lgan? Mani ustozim avvalasi endi kim? Avvalasi dadam. Keyin shu tog'amda aslida mana shu o'rgatib olib chiqqan ustozim tog'am bo'ladi. Tog'angiz bo'lgan-a? Siz yoshligingizdan qaysi polvonlarga havas qilib, men ham shunaqa katta polvon bo'lsam, mana shunday polvon bo'lay deb ko'nglingizni tuyib qo'ygansiz? Biz endi birinchi o'rin shu tog'amga havas qilardim. Shu tog'amga shu uyga kelaversa, shu uxlamay ertalabgacha kerak bo'lsa etiklarni kiyib chiqqan kunlarim bo'lgan. Otga qiziq. Shu xursand bo'lib, shu uyda yotarlar, biz yuqorida uloq bo'lsa, biz yosh bola edik. Tog'amga havas qilib, keyin shu esni tanib sal kattaroq bo'lganimizdan keyin shu Abdurazzoq polvonga, ba'dan Xayrulla polvon, Muzaffar polvon rahmali o'tib ketdi aka, ustozimiz u ham. Nishon polvon bor edi. Odamlarga havas qilib, Ristomillo Sharistondan bor edi, keyin Abdurahmon aka polvon. Shu bari bizga ustoz bo'ladi. Endi haqiqiy endi ustozimiz endi Halim polvon endi bizni olib chiqqan. Aslida Halim polvon. Bu yerda hozir savollar juda ham imini Halim polvon munosabati bilan ham bizga savollar kelgan. Avval undan oldingi savollarni berib o'tamiz. Qirg'izistonda chop kiyganman deyapsiz. Yo'da qaysi polvonlar bilan tanish bo'lib qoldingiz, do'st? Qirg'izistonda Avaz polvon bilan tanishmiz. Keyin Oqjol aka ukalar, Qambar, Oqjol, Davud degan polvonlar bilan biz aka uka. Keyin bu odam Apq polvonning o'g'li Medet polvon bilan. O'sha polvonlar bilan shu paytda keyin ba'zan Jo'ravosh polvonning o'g'illari bor edi.
polvonlar bor edi, shular bilan. Keyin Emel polvon bor edi. Emel aka xonim bilan birga chopardik, o'tsak. Tushunarli. Endi qarang, necha yoshingizda qadam qo'ygan bo'ldingiz ko'pkariga? Aka 13 yoshimda-da, aslida 12-13 yoshimda shu boshlaganman. 13 yosh bo'lsangiz, Ha, shu 14 yoshimda shu ustozga ko'tarishni boshladim-da. Lekin shu balalikdan ot minib shu yerda katta bo'lganman. Shu ustozni oldi o'zlari shu odam tarbiyasini olib chiqqanmiz endi bu. 31 ga kiribsiz. 95 bo'lsangiz men teng ekansiz. Mana shu 15 yil davomida uloq chopib kelyapsiz-da. Bu yerga savollar ham kelgan. Siz shunchaki yosh polvon bo'lmadingiz, 15 yillik mahoratga egasiz. Shunday. Shogirdlari bormi? Shogirdlar haqida gapirsin deb Instagramdan kelgan. Shogird oladimi? Shogird tushmoqchimi deganlar ham yo'q emas albatta. O'sha shogirdlar haqida bir qisqacha ma'lumot bersangiz. Avalasi hali o'zimizni, lekin aka o'zimizni hali shogird his qilib yuribmiz. Endi xudo xolasa kelsa mana avalasi bo'lsa kelsa olaveramiz aka, shogird nima shu yerda. Qo'ldan kelgancha yordam qilib polvon qilamiz. Shogird hammasi aka-uka. Asilbek polvon, mana hozir mana shu paytgacha minib kelgan, avval chopib kelgan otlaringiz haqida ma'lumot bersangiz, qaysi otlarni minib qanaqa marralar qilgansiz, undan keyin hozirgi paytda qaysi otlar chopyapsiz, o'sha haqida bir ma'lumot bersangiz. Oldingi shu birinchi chiqqan paytlarimizda aka shu Staravshanda shu Bolqonda Inom hoji bobomiz bor edi, shu odamning otlari bor edi. Tanka degan otlari. Lasetti degan otlari ham bor edi, uni ustoz chopardilar, Halim polvon chopardilar, tankasini men chopardim. Uni bir 2 yil 3 yil chopdim. Yaxshi ot edi jonivar. Zo'r ot edi. Undan keyin katta tog'amda otlari bor edi, oq tumshuq degan ot. U ham zo'r edi. U ham chesa qora bayirdi, charchamasdi jonivar. Yaxshi ot edi. Uni chopdik. Undan keyin shu bilan Rustam mulla polvondan chiqqan bir lot bor edi. Uni shu Yashonqo'rg'ondan Shuhrat aka olgandilar. Shu Shuhrat akamizni shu bir lotlari bor edi. Shu Rustam mulladan o'zim olib bergandim shu otni. Shu otni ancha chopib yurdim, u ot ham yaxshi ot edi aka. Keyin Yashonqo'rg'ondan keyin yana bitta Yashonqo'rg'ondan bitta aka xonim bor edi, o'zimda akam Radnoy. Aka ukamiz Ne'mat akam bor edilar. Shu Ne'mat akani Gitana degan otlari bor edi. U otni ham ancha chopib yurdim, u ham yaxshi edi jonivar. Uni Odil polvondan olib kelgandilar. Sfarada. Yaxshi ot edi u ham. Otni chopib yurdik, u otda hozir endi o'noga kelgan. Bu o'zimizga Mavlon hojiga, o'zimizning qishloqda Mavlon hojiga o'tdi ot. Hozirda o'zimizning qishloqda turibdi ot. Endi shu otlar bor edi aka endi yana keyin shu Qala do'stda dizel bor edi. Aytgan dizelni endi hamma biladi, endi jonivorda mashhur dizel. Zo'r edi jonivorlar. Uni faqat tili yo'q edi. Xulosa takatisa qayerdan qanday chiqib ketishini o'zi bilardi. Siz ko'pchilik otvozlar bilan mana ko'pchilik ishlagansiz, tanigansiz, bordi keldi qilgansiz. Qaysi otvozlar tanigan bilganlaringizdan otga mehri bilan, otga zo'r qarab sizga topshirardi? O otlardan shu aslida shu rahmali Toyir akam rahmali o'tib ketdilar Avtobro'yadan, Mersiga otlari bor edi. Shu odam otni zo'r toplardi. Keyin Chorg'daryodan ana bor edilar. Shuhrat aka Chorg'daryodan Jaguar degasi, bilsangiz Jaguar otni bor, u ham zo'r jonivor. Shu odam ham otga qattiq qarab, qattiq toplaydi shu odam. Shu odamlar ot minsa qattiq yuradi. Lekin ba'zi paytda ko'rganman, kecha ertalabgacha uxlamay chiqqanda Shuhrat aka kerak bo'lsa. Ertalabgacha yetalab chiqqan kunlari bo'lgan shu ot. Keyin ba'zan shu Nishonboy hoji akamizni akalari bor, Sherali degan. U odam ham otni zo'r toplaydi. Dizelda. Tushunarli. Menga Instagramda yozibdi, Merlin ot haqida ham aytib bersa, Merlin qanday ot bo'lgan? Merlin zo'r edi aka, bu Merlin. O'zimizda shu Qo'shtegirmondan Mavlon hoji akamizniki edi. U qoni toza mol edi. Uni bitta xislati bor, u polvon tanlamasdi. Qaysi polvon minsa, qayerda bo'lsa nima ish qilishgan kerak bo'lardi. U xola umr bo'lsin, xola past bo'lsin, kelaverardi o'zi. Uni xislati zo'r edi otda. Biz tomonda, ya'ni kim bu yerda yozibdi, Shohqadam tomonda Zvezda degan tulporni ham chopgan ekansiz-a? Ha, Shohqadamda bor Zvezda. Zvezda tulpor qanday ot deb yozibdi? Zo'r u. U vaqti unga ham gap yo'q. U otga ham zo'r. O'zi Ahmad akamniki, u Ahmad aka. Shu yerda aka-ukalar bor.
Rustam bobom bor, u Ahmad akani akasi. Odamni ham otlarni oldin chopganmiz. Bu ham yaxshi o'tdi-ku, Gentra Aslbek. Gentra zo'r edi bu platinadan. Anodiki sherzada. Endi ot ko'p, endi hammasi bir chiqar, bir esdan chiqar. Gentra, u ham yaxshi o'tdi. Murod Hojiga o'tdi. Ha, u shu Ha, hozir Qo'shirmonga Murod Hojiga o'tgan. yaxshi o'tdi. Yaxshi ot. U ham zo'r. U Merlin bilan Gentrani qoni bitta. Bitta liniyada kelgan ikkalasi. U ikkalasi ham Abdurahmon polvondan chiqqan. Qarang, siz polvon bo'lib, sizni Aslbek polvon deb tanitgan ot qaysi ot bo'lgan? Eng yaxshi ko'rgan otingiz qaysi ot? Eng yaxshi ko'rgan otim Mana shu chop yurgan otlaringizdan tushunib, bir-biringizda baribir ot bilan polvon bir-birini tushunadi, kelishadi-ku, to'g'rimi? endi birinchi meni Aslbek deb tanitgan ot shu katta tog'amda otlar bor edi, oq tumshuq degan ot bor edi. O'sha ot tanitgan. Keyinchalik ot jonivar ishdan chiqib qoldi oxirgi paytga borib. U ham zo'r edi. Keyinchalik shu bir lot bilan dizelda shu maza qilib chopdim shu ikkalasini. Ko'k bo'ri bilan. Keyin bag'dan Merlin hammasini ham yaxshi chovdim aka. Shu Tushunarli. Aslbek polvon birinchi chiqqaningizda orqaga ishlab chiqqanmisiz, alliga chopib ketganmisiz? Yo'q. Va deyapti, qarang. Hozirgi kunda Aslbek polvon orqaga chopyaptimi, aldiga chopyaptimi? Aslida birinchi chiqqanimizda shu polvonga ustozga ko'tarib chiqqanmiz. Aslida bir 6 yil, 7 yil ko'tarib chovdim aka. Joyi keldi, o'zing bosdilar, joyi keldi, berdim. Shtib keyin bo'lib, shu gideta keyinchalik o'zim sekin endi hozircha men oldinga ishlab. Endi xullasgan aka universalda oldiga ham orqaga ham ishlayveramiz. Rahmat. Endi qarang, mana shu yerda aytishim joiz bo'lib qoldi. Aytyapsiz, Halim polvon bilan chiqqansiz, 7-8 yil ko'tarib orqaga ishlagansiz. Aslbek polvon, mashhur Halim polvon bilan nimaga chopishni bas qildi deb savol kelgan. Yo'q, endi bas qilmaganmiz aka uni. Halim polvon bilan ustoz vaqti keldi, billa chovib yurdik. U odam menga oxirgi paytga kelib aytdilarki, Aslbek sen menga dedi suyanib qolmadinglar. Keyin nima suyanib qolmasan, qani bir o'zing adena bir chopib ko'r chiqani, qanday ketasan? Ja do'stni dushmanni ajratib, yo polvonlar bilan o'qib o'zing harakat qil. Balki ertaga dedi men uloqqa bormay qolishim bor, yo ana bo'lishim mumkin, bormay qolsam suyanib qolishim mumkin dedilar-da. Shunday dedilarki, shu ular o'zim chopibdim. O'zim chopib yana shu nasib qilgan, ob aka solib yuribmiz-da, bir kunday. Tushunarli. Eng og'ir ko'targan takangiz necha kilogramm? Og'ir takani hozirda qaysi polvonlar qattiq ko'taradi deb savol. Endi aka, bu takani endi shu to'y qilganlar, shu uloq berganlar shu necha kilo tashagan bo'lsa, uni vesini men bilmayman, endi o'zlari biladi. Shu qayerda necha kilo taka tashagan bo'lsa, barini ko'targanman aka. Rossiya. Lekin vesini bilmayman, so'ramaganman. Endi ponni tana tashaganmi, taka tashaganmi, ponni ko'targanman aka. Vesini lekin men hech ana o'qimaganman. Qayerda necha kilo tashagan bo'lsa, o'shani ko'targanmiz. Bir marta, ikki marta bo'lsa ham ko'tarib marayam qilganmiz, ustozga berganmiz ham. Hammasini qilganmiz. Tushunarli. Hozir bu yerda savol kelibdi. Endi ko'targan bolalarga aytsak, hozirda ko'tarayotgan bolalar shu Diyor akamniki esa ana bu To'ychiboy polvon bor. U ham yaxshi zo'r ko'taryapti ya. Keyin Siroj ham ko'taradi. Qanday taka bo'lmasin ko'taradi. Chashmasa Siroj. Keyin bag'dan u bor. Mulla akamni o'g'li bor, Alakpari bor kichkinasi. O'rtanchisi. Ana shu ham yaxshi ko'taradi. Hozir. Endi yana polvonlar ko'p ko'taradi. Endi hammasi har xil. Endi hozir aslida shular yaxshi ko'taryapti. Biz qolgani bari O'zbekistondan, Qozog'istondan olib kelyapti ba'zi. Tushunarli. Endi mana kelgangi oxirgi 2 o'yin ko'pkarida bir polvonni rosa aylantirdi. O'sha polvon kim aytib bersin bizga qiziq deyshapti. O'tgan muxlislaringiz kuzatadi-da sizni. Yo, buyulgimi? Mana shu buyulgi deyapti. Oxirgi 2 o'yin ko'pkarida ko'ribdi. Rosa aylantirdi. O'sha polvon bilmay qoldi, kimda aylantirdi. Hozir siz aldiga chopayotgan paytingizda ko'tarib berayotgan kim bo'lyapti? Ko'tarmagashingiz kim bo'lyapti? U uloqda bizdan O'zbekistondan bir ikkita balla olib kelib yurdim. Keyin shu uloqlarda ustozni oyog'i sal ana bo'lgan.
Shu qaysi uloqda singan ekan. Gipsda chopdilar-u, endi sal oyog'i og'riyapti dedilar-ki, orqalarida shu Baxshat polvon bor, Boyvotda. O'zbekistonda. Shu polvonni aylantirdim. Zo'r ko'taradi. Shu ustozim ko'tarib ekan, ustoz berdi. Sen buni aylantirgan dedi. Shu odamni ikkita oxirgida shu odamni aylantirdim. Baxshat polvon. Bu yerda nishon polvon haqida so'rang. Qanday polvon bo'lganlar? Atnashanasi bo'lganmi? Qanday bo'lgan? Zo'r savol bo'ldi mana shundan keyin. Endi Nishon akam endi u odam, Nishon polvon bizga endi ustoz ham bo'ladi u odam. U odam zo'r edi. U odamni shu yoshlikdan havas qilardim. Shu muxlisi shu zo'r edi odamniki. Shu bir so'za butun yig'in turib ketardi muxlislar pomni hammasi. U odamni shu yana bitta xarakteri bor edi. Qayerda qo'lma-qo'l uloq bo'lsa shu odamda chiqardi. Shu qo'lma-qo'l taka bo'lsa, shu taka qayerda qo'lma-qo'l bo'lib chiqsa shu odamda chiqardi. Qattiq tortardi. Lekin haqiqatan muxlis ko'p edi. Yakka olib chiqadigan, yakka chopadigan polvon ham nishon polvon deb biz ham eshitganmiz. Qarang, Aslbek polvon eng katta sovriningiz qaysi rayonda, qaysi ot bilan tashagan? Eng kattasi. Ikkita eng katta sovrinim shu anoda bo'lgan ekan. Shu 2013 mi, 2014 mi? Shu anoda bo'ldi. Isfarada edi anoq. Shu yerda shu katta tog'amni anoda oq tumshug'i bor edi. Shu boya aytdim-ku sizga, shu ot bilan to'qqiz qaraydi. O'shani solimim, solimlari shu bir tuya, bir qo'tas bor edi. Bir egallangan ot edi. Qo'y, bitta sigir bor. Sigir kelib, jonivor uyga kelib tug'uvdi. Sigir bor edi, keyin qo'chqoq, qo'y, sarka, televizor, pul, 500 dollar puli ham bor edi. Shu solim, 5000 so'mda. Shu eng katta solgan solimim shu aka. Tushunarli. Qarang, yana savol kelganki, Aslbek polvon bunga qanday qaraydi? Avvalgi paytdagi bilan hozirgi paytda solim bo'lishlari, marraq kelgandan keyin solimni bo'lasizlar-ku, polvon bilan otvoz, avval deyapti 3 ga taqsim bo'lgan. Bittasi ot egasiga, otga va polvonga bo'lgan. Hozirda qanday bo'lish kerak? Qonun bo'yicha shu savol ko'p aylanayapti. Boshqalarda endi bilmadim, men o'zim otvoz bilan shu bitta unga bunga bo'ladi. Lekin solgan paytimda uni ochirati bo'lgan paytda ham solgan endi aka uni qancha nima o'sha paytdan qilmas. Endi rozi qilib buni qilardi. Endi odamlar bilan biz uni qilmaganmiz. Solimda lekin aka bitta unga bunga chopganman. Mana otvozlarimiz ham qarab ko'rib turgan bo'lsa kerak, mana. Tushunarli, bu yerda ham aytsalam kerak. Bu yerda ham otvozlar, bu yerda ham. Mana bu odam bor, mana hammasi bilan bitta unga chopgan. Otvozlar o'tiribdi bu yerda. Endi bersa o'zi bergan. O'zi men lekin buncha berman, men soldim demaganman. Shunday, hozir bu boshqa savolimga, misol boshqa savolni ham bog'lab ketdingiz, lekin uni ham yana dinlab beraman. Gonoraringizni so'ragan bu yerda. Imindan sizning shaxsiy gonoraringiz qancha bitta ot minishi? Yo'q, unda o'shani to'g'risini tushuntirib aytib bersin deyishyapti. Endi gonorar aka bizda bo'lmagan narsa aka. Birovga biz unday buncha berasan, chopaman, uncha beraman, chopaman degan joyimiz yo'q aka. Shu boshida kelishdingmi? Bitta senga, bitta menga bo'lgan. Shu xursandchilikdan berganmi yo uni hurmat qilgandan berganmi? Yana o'zi bergan. Lekin mana o'zlari ham ko'rib turgan bo'lsa ko'radi, baribir. Eshitadi. Mana otvozda bari ko'rib turibdi. Bitta menga chopib yurganmiz aka. Aslbek polvon, menga mana savollar kelgan. Savollarni men yetkazib berish meni vazifam. Qanday savol yozganlardi? Muxlislar otvozda yozganlar, men o'shani yetkazaman. To'g'ri tushunasiz. Assalomu alaykum Javlonbek. Aslbek ham chiroyli to'g'ri javob berishga harakat qilsin. Aslbek polvon nega ot tanlab minadi? Oddiy dehqonlarning otini minmaydi yoki dehqonlar gonorarini oz beradimi deyishyapti. Shunday situatsiya bo'lganmi ularda? Yo'q, undaqangiz bo'lmagan aka. Bizlar endi to'g'ri bo'lgan bo'lishi mumkin endi. Bir xil otvozlar xafa bo'lishi mumkin. Bizlar ham joyi keladi, shunday ot mingan paytda kelib birov tutqazadi-da, otni bir mindi. Endi yangi mingan otdan tushib otga o'tib bo'lmaydi-ku. Odamlar shunday o'ylashi mumkin, u ko'p pul beradi, uni otiga minib oldi deyishi mumkin. Yo'q, undaqangi bo'lmagan aka. Hali biz bironta boy kambag'al deb ajratmaganmiz aka, umuman.
Qarang. Ot zo'r bo'lsa aka, kerak bo'lsa so'rab minamiz-da. Ot yaxshi bo'lsa. Kerak bo'lsa so'rab mingan joyimiz ham bo'lgan. Ba'zi paytda odam qiynalib ketadi ertaga deymi. Yaxshi ot kerak bo'lsa so'rab ham mingan joyimiz bo'lgan. Aha, hozir ot chopish biznesga aylangan. Bu hammaga ma'lum. Bunga Aslbek qanday qaraydi? Yo'q desa agar, yo'q unaqa emas menda, biznes emas menda, chopaman deydigan bo'lsa, uloq boshlansa ikkita ot bor. Chopadimi? Qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar, tanishmi yo notanishmi farq yo'q. Muhimi ot bor. Shunga javob bersa, shu joyini kesib olamiz. Hozirgi polvonlarning fikri o'zgarib qolishi hech gap emas deyapti. Qarang. Nimaga chopmaymiz aka? Chopamiz. Prosta endi erta otni minib ko'rish kerak. Ma'qul bo'lsa, men o'zimga ma'qul bo'lsa, kerak bo'lsa chaqirib minaman shu odamni. Telefon qilib, falon joyga olib bor, yo'q olib bor deb olib borib minaman o'zim. Boshqa. Agar ot ma'qul bo'lsa, ma'qul bo'lmasa, endi ot polvonga mos kelish kerak-ku. Balki endi ot anodir shu menga tushunmaydi, bir-birimizni tushunmasmiz. Balki endi joyi ishlashi boshqachadir. Bilib bo'lmaydi ekan, yuradi. Hozirgi Aslbek polvon hozirgi paytda qaysi otlarni chopayapti? Chopadi. Ko'pincha qaysi otlar chopayapti? Hozircha endi aka shu o'zimizni shu bu odam ham rais biz bilan aka-ukada shu Ne'mat 0090 Ne'matullo raisning otlari bor. Yaxshi istiqlol degan otlari bordi, sotilib ketdi. Yana o'rniga hozir bir katta yaxshi istiqlol olib kelganlar. Endi yil xudo xolasa chiqsa ko'ramiz. Keyin beqaror degan otlari bor. Keyin Ne'mar degan yangi ot kelgan, uni o'tgan yilda chopib kam-kam o'rgatdik. U ham yaxshi. Shu Ne'matullo rais hozir ba'zi ipodromlar qilib shu kishiga rahmat. Otlar yaxshi inson odam. Mana ipodromlarni qildi odam. Mana zo'r qilib ko'rgan bo'lsa, haqiqatan xalqqa yordam tegyapti. Odam kamdan kam. Shunday, u odam endi shunday zo'r qilib qo'ydiki, otvozga ham, polvonga ham, otga ham zo'r bo'ldi-da. Ko'ngli ochiq yigit. Yaxshi yigit. Shu odamning otlarini chopaman. Keyin Panjagentdan Jo'rabek Jo'rayev borlar, shu shaharda turadilar odam. Shu odamning Almaz degan otlari bor. U ham yaxshi ot. U ham 5 yashar, 1 yil 6ga o'tgan edi. 1 yil xudo xolasa endi chopilib o'tgan yil kam-kam o'rgatdik otam. Yaxshi, u odamning otlarini chopamiz. Keyin shu Novda ana bor. Ilhom Qassob akamiz bor. Shu odamning ham hozir yaxshi 2-3 ta ot bitdi. Shu Baron degan otlari bor. Keyin Antaliya. Keyin o'zimizda mana Zarnisordan bitta tulpor oldin birinchi ismi nima edi jamoada? O'sha tulporda. Shu Zarnisordan Nomi tulpor. ana odam ot degasinsiz. Oldikku qarachani. Sarvar polvon chopa pistolet. Bu shu pistoletni olib berdi, bu otam yaxshi. O'sha odam olganlar keyin Tetan degan otlari bor. Shu Ilhom akasi. Qassob akamiz otlari bor. Shu otlar ham yaxshi. Shu otlar ham o'zim chopaman. Mana shu otlar. Keyin o'zimiz shu Yashamqo'rg'onda mana akamiz Biz yangi olib keldilar, Ne'mat. Ne'mat akam bil olib keldilar baq. Xudo xolasa. Xolasa Bag'dotlari endi Asaka qo'ydi ismlarini. Yangi ot endi bil xudo xolasa bir yilga mavsumda ko'ramiz endi xudo xolasa ishlashini. O'zingiz chopmagan, havas qilgan otlaringiz bormi? Qaysi otga havas qilasiz? O'zingiz chopmagansiz? Bor. Chopishga havas qilasiz. Qaysi ot? Qayerda oti? Bu otlar oldin havas qilganman, yoshligimda ham havas qilardim. O'zimizda rayonda Rajab bov bordi, shu odam Karol degan otlari bordi. Tog'am chopardim, men uloq ko'tarardim. Takani bermasdi ot. Shu otga ham ko'p havas qilganman. Hozirda shu Novda Spitam endi Sayt akamiz va shu odamning status degan otlari bor. Zo'r. Unga ham havas qilamiz endi nasib qilsa. Keyin Razborga havas qiladi. Shu eski razbor bor edi. Keyin bu ana bor. Qaladisda edi. Bu o'zimiz oldin Dayakdan chiqqan, Jo'rabek bobodan chiqqan rekord. Shu otga ham ko'p havas qildik. Shu ot ham yaxshi ot ekan. Mana bular yapasiz. Tushunarli. Shu ot endi hozir Zafarobodga ketdi, Ramashoy o'tdi. Shu ot ham rekord. Shu otlarni ham havas qilib qo'yamiz. Yaxshi otlar. Tushunarli. Uloqda hech yiqilib tramva olgan kunlaringiz bo'lganmi? Ha, endi uloqda bo'ladi aka. Endi biz tramva olganmiz. Endi bir marta shu Panjagentda bir uloq bo'ldi. Yorida bo'ldi. Shu yerda bir og'irroq tramva oldim. Shu belim yiqilib bel tramva bo'lib
Endi bu ham bari xudodan endi birovga endi biz uni o'qimaymiz. Tushunarli. Bir kunda necha marragacha qilgansiz? Eng ko'p qilgan bir uloqda nechtagacha marra qilgansiz? Bir uloqda shu novda spitamenda uloq bo'ldi. Shu chopayotgan otlarimda 6 tasi borgandi shu yerga. Shu 6 ta ot bilan hammasi bilan solgandim. Dizel bilan bitta yuqoriga soldim, qolgan hammasi bilan pastga soldim. 6 marra qildim o'shani. 7 marra, 6 marra qilgan ekanman. Yo, ko'p marra shu yerda. 5 marra pastga tashladim, 1 marra yuqoriga tashladim dizel bilan. Navoda Siptamenda. Sizga mana shu rayonlarni qaysi rayonda chopishga qiziqasiz? Qaysi rayonda siz uchun qiziq chopish? Qiziqib turasiz? Endi hamma rayonda ham qiziqamiz-ku. Endi asosiy uloqni zo'rin shu Novda bo'ladi, sentrda bu. Bag'i Shariston, yog'i Adrasman taraf, bag'i o'zimiz G'onchi rayon. Metralka zonada yerda hamma bo'ladi. Uloq zo'r bo'ladi. G'ironchilik yo'q u yerda. Yo'q, yoqda halol bo'ladi. Yerda shu biz ustoz Abdurazzoq polvon turadi studiyada. Zo'r bo'ladi. Ustozingiz Halim polvondan nimalarni o'rgandingiz? Halim polvondan ko'p narsalar. Shu samolyot tarbiya, aql, shunaqa narsalar o'rganib, shu uloqlarda shu ot haydashlarni o'rgandik aka. Ot qanday qo'shishdi? Qanday qayerda qaysi ot ish qilishini, qaysi ot qayerdan keladi, shularni polni o'rganib ustozdan. Shu nima o'rganganmiz, shu odamdan o'rganganmiz-da. Tushunarli. Hakamlarning qaroridan norozi bo'lgan holatlaringiz bo'lganmi? Marra qilganingizda tushmadi, sporniy ham bo'lib qolganmi shunday vaziyatlar? Bunaqangi bo'lmagan. Shu tushmagan paytda hakamning oldiga bormaganman. Ya bering, anavi qiling demaganman. Tushmagan paytda indamay qaytib ketaverganman. Solimga unday talashmaganmiz-da. Bunaqangi bo'lmagan. Tushunarli. Taxminan mana shu kungacha nechta otga mindingiz? Nechta ot chopdingiz? Endi ko'p ot chopdik aka. Qayerda bo'lsa chopib yurdik otlarni. Nechta endi otlar sanasa ko'p. Nechtasi bor, nechtasi o'lib ketdi otlar. Sotilib ketdi. O'lgani ham bor. Tushunarli. Shuncha yil, mana 15 yil ot chopdingiz. Nima foyda ko'rdingiz? Qanday zarar ko'rdingiz? Shu ko'pkar sohasida ichida. Endi foyda tarafi yorido'z orttirdik aka. Oshnog'ini orttirdik. Qayerga borsak tanish bor, aka-uka bor. Ziyon tarafi bo'lmadi aka endi. Hayotda shu nima deymiz? Qayerda bo'lsa endi shu topganimiz shu bo'ldi-da endi yorido'z endi qolgani bari o'tgan dunyo o'tib ketadi bari. O'zi bilan o'zi yaxshilik qiladi shu-da aka. Birovga yomonlik qilmadik. Tushunarli. Mana bu yerda otvozlar, boshqa mana mehmonlar ham o'tirishibdi-ya. Sizlar ham mana kuzatib boryapsizlar. Suhbatimiz qanday ketyapti endi? Shuhrat aka, sizdan bir ikki og'iz gapirib o'tsangiz, bir o'zingizni tanishtirsangiz bu yerda muxlislarga. Nima deyman endi men? Shu yerda tog'asi, Halim polvonning akasi. Muxlislarga ming rahmat polvonlarga. Polvon avvalasi polvonlarni bosh o'rmasin. Otvozlarni bosh o'rmasin. Hammasini uyida yaxshi kunlar bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsa, chiroyli niyatlarga yetsin. Biz uloqlarimiz qanday ketyapti? Siz endi eskidan qarang, siz yoshingizdan bir uloq ko'p ko'rgansiz. Necha yoshdan mana qiziqib kelyapsiz o'zingiz? Necha yil bo'ldi bolaligidan? Hozir necha yoshdasiz? Hozir 50 ga kirdim. Ana qarang, 50 ga kirdingiz. Avvalgi uloqlarni, hozirgi uloqlar nimalari o'zgardi? Qaysi tomonda yaxshi tomonga, qaysi tomonda yomon tomonga? Qanday kamchiliklar yoki qanday kamchiliklar to'g'rilandi? Hozir juda ham chiroyli bo'lyapti. Samandarjon. Rosa chiroyli bo'lyapti. Mana u egarni qo'shib o'rashni yo'q qildilar. Katta. Juda ham mana halol tomoniga o'tib ketdi. Arqan, iplar yo'q bo'lib ketdi. Juda chiroyli mana hozir halol, endi mana halol uloq bo'lyapti. Xudo xolasa tushunarli. Halim polvon bilan ham xudo xolasa intervyumiz bor edi. Bu yoqdan oldin bormoqchi edik, sharoit to'g'ri kelmadi. Mana endi keyin boramiz va mana shu viloyatda yana qanday otlar, zo'r otlardan bir aytib o'tsangiz. Endi mana hozir status zo'r Saidjonniki. Nima o'tdi, razbori zo'r edi. Bandit.
haqiqatan ularga halimni katta hissasi qo'shildi. Meni to'yligida ot qildi ularni. Endi shular uyimizda shu otlar tarbiya edi, bari. Endi qolgan otlar mana hozir Isfarada mana Qursamrotlarning oti, Aziya, Zo'r, rekordlar mana zo'r otlar. Shularga nima qilamiz? Havas qilamiz yaxshi otlarga. Endi siz eskidan mana 50 ga kirgansiz, eskidan ko'rib kelyapsiz. Eski polvonlarimiz haqida aytib o'tsangiz. Eski polvonlarimiz kimlar zo'r bo'lgan? Eski polvonlar endi mana Rajab akalar bor edi. Mana Qonchidan. Rajab akalar, mana G'affur akalar haqiqatan zo'r edi. Suyar akalar, aka-ukalar, Asrar polvonlar. Kim bu yoqdan tog'dan Avaz akalar, Bo'ri akalar, Ikrom akalar haqiqatan zo'r. Bizni Nomi chiqqan, dongi ketgan. Dangi qolgan shular. Ha. Boshqa davlatlarga ham borib maraq kelgan-a? Mana Mamlakdan Sharb akamlar bor edi. Bu Aslbekni bog'lari. Zo'r edi ular. Eskilar endi bu tomondan o'zimizdan shular endi haqiqatan zo'r edi. Bilganlari. Abdurazzoq akalar, mana Abdurazzoq akalar endi ulardan keyin nima chiqib keldi, endi Abdurazzoq aka mana davron surdilar. Zo'r edi haqiqatan. Mana shulardagi rahmat, mana eski chavandozlar haqida ham aytib o'tdingiz. Endi yoshlarga kelaylik. Hozirgi polvonlardan qaysi polvonlar zo'r bo'lib chiqyapti? Qanday chopyapti? Hammasiga havas qilaman. Hammasi kuchli. Hammasiga omad tilayman. Baxtini tilayman. Hammasi kuchi bor bolalar. Chiroyli chopsa, halol chopsa, shuni tarafdorida biz. Kuch bersin Alloh bariga. Yomoni yo'q polvonlarning. Hammasi zo'r. Tushunarli. Omad tilayman. Mana injava. Ha, Nemajon akamon ishlasa. Assalomu alaykum boya bordiga. Xush omaded xeyr. Rahmat. Hamaton nazmi. In amın şmoyaman, amın gitana guyat meşnosamda. Şmoyam lekin in taraf, man ayin taraf boshqaram. Chiqarik shmoyki manam rafta omadam hast. Ha, mana shmoyam Aslbek polvonki ham rafta omaddan juda ham zo'r men havas mekunam. Ha, chiqay polvon, chiqay polvon va har duton misol Aspaton budagi, ha? Gitana bude, nomi Aspaton. Aspam nabud. Ha. Assalomu alaykum muxlislar. Now ulog'im onda tomosha mebromni Aslbekka dedim havas kerak, asb kerak. Soni ba'd ulog'i ishq paydo kerak emas. Hamma ayaklar yakka polvon, halol metoxdagi polvon. Baray ham havas kerak, asb kerak emas. Ana. Ovar kun neki asb paltoq shamda bundan bayak bachchi ko'chi budan. Asb kelishda havas kerak, ulog' bir hafta ham asb tozalashga niyat kerak. Ravubyo shudagi mana. Mobaym asba nes keraman. Inki ravubiyom saxt. Yani aspam boşad naboşad in ukom. Ha. Hozir aspoda nesta? Hozir asp boyaqda nav giritin inshaalloh. Sizon nav mebrorim xudo xohlasa. Nasib boshad bo'lmani xalqqa nishon meting. Faqat harakati halol to'xtanash. که معرفت شیوی فنگرام مرا درکار نه. من شطور مرا نکنم. یک تا کلوش به مرا کندم حلال مرا کنم تمام. من اندش کیفیت کنم. Ana kafi rahmat shoma. Ana kafi zo'r. Qo'p ketdilar shu Diyor polvonda otalari davlat polvon akalar zo'r edi. Ha, eski chavandoz edilar ular ham. Bolalarga ham aytish kerak-da. Bizlarga ham yetib borgan. Zo'r edi, ular ham zo'r edi haqiqatan. Kim Rustam akalar mullo. Hayla akalar. Mana injava bo'z mehmon Aspoz Shorat aka. Mana Shorat aka akushmo do'st ham gap mezanet. Asbi limoncha. Limoncha budimi? Soy va asbi erkatoy. Ha. Buzkashi chiqadi raftoz. Assalomu alaykum, Samandarjon nazmi shuma durustmi? Durust rahmat. Qani do'stxon gap zaret. Mana men Aslbekka va yashki monam ham jamshidim bu polvonni. Gap zarangiz. Polvonni yakam nohi mo polvonni halol pokiza. Hamин bir havas میکنیم ما. Abshki همین uloq va monam havasman shuda mana uloqqa bir hafta omadosing. Xudoga shukr. Yakjan polvonni این nohi devashtij به همین نزدیکی خودمون با این اینجا رجب polvonni kalon گذشتگی با تشه polvon اکو ارتوق بودن هستیان آغازانتره همونو با حواس کرد اولوق با رفته میامدیم خیلی بنا حواس پیدا شد خودمون هم اسب گرفتیم کم کم اولوق با چاوز دوستیم رفت دوستیم همون دوستیم همین اکوامو که بنا همین اکوامو همامو یک جایی همین اولوقا یکم
Sizga har bir yigit bir hobbi meshadku. Men bu hamın uloqning hobbi shu damonda. Merim tomoshamoy mekinim, asmoy mebirim, so'rmashim. Yak digar asnonoy men yoru do'st paydo mekirim uloqba. Merim salom alaykum uloqomoy tomosha kira boxshi xursand mebirim. Men polonga rahmat ki amin nohi devashticha nomasha har uloq bardoshli so'z. Hamın faxr mekinim men. Nasib boshad bu mana men omadagi sezoni men uloqoba Xudovand omad to'rishi tiyadi. Amin nohi devashticha nomashi bardorad دیگه davlat to'g'ri rafti dinlar qadam vaqt O'zbekiston rafti bozi kalan nomi millatim oy bardosh nomdan vatanim oya hamma polonoy amin Tojikiston va hamma shoma rahmat hakin chigim uloq kun har kim uloq bileching namashad hakin ishqash bidagi odam bileching aspa so'rishdagi odam mefahmadda asp so'rishdan yak odamizga yak motivatsiya naqz etyapti salomatish va aslavnoy چند اسب داره شما ارکوتای گفتید؟ yakta asp hozir دارم این پیش سه اسب گرفتگی بودم حاضر ارکوتای مونده erkatoy mondagi man کدام پلوان میتوزد؟ hamma polvon so'rmishi aslandoy ham qaramazor va sila shohijahon polvon megan na rayoni xudomo ham ma'rakadagi bu qaramazor va asilbek ham so'rmashad to'ychiboy polvon desa uloq so'rishidagi bu qani xeyr Ama şolayam ben biyoda ham shod akamiz ekan sizlar ikki og'iz bir qanday ketyapti ko'pkarlarimiz Va alaykum assalom. Samandarjon olam mana shu polvonimizni xonadoniga xush kelibsiz. Endi hozirgi vaqtda ko'pkarlarimizga misol uchun mana biz ham ko'p yoshligimdan shu uloqqa ko'pkariga balechik bo'lganmiz. Hozirgi vaqtda ko'pkarlar Xudoga shukr zamonamiz tinch bo'ldi. Avvalambor mana yurt boshimizga rahmat. Tinch yurtga haliginday to'y tomosha yarashadi degan gap bor, ota-bobolarimiz gapi. Uloqlar hozir yaxshi bo'lyapti. Aslida hozir uloqlar halol bo'lyapti. Halolligiga hammamiz balechik. Muxlislar aslida uloqni halolligiga, polvonni halol chopishiga balechik. Otni misol uchun yaxshi kelishiga balechik. Men ham shular qatorida mana polvonga balechikmiz misol uchun. Shuni ketdan yuramiz, tomosha qilamiz. Uloqlarimiz halol bo'lyapti. Mana egarga o'rash yo'q bo'ldi, faqat taqimda chopish bo'ldi. Mana polvonlar kim qaysi polvon zo'r tashayapti misol uchun. Quvvati bor polvonlar, omadi bor polvonlar tashayapti. Mana yaxshi otlarni mingan polvonlar tashayapti. Hozir mana misol uchun davlatimiz tinch bo'lsin, zamonamiz tinch bo'lsin, uloqlar ko'payaversin. Muxlislar bizga o'xshagan muxlislar tomosha qilsin. Hammani mana yaxshi kunlarga yetkazsin. Sizlarga kelganlaringiz uchun rahmat. Hammalaringga rahmat. Polvonni omadini bersin. Mana yaqinda Xudo xolasa mana qo'shni respublika Qirg'izistonda chempionat bo'ladi deyapti. Mana polvon shunga tayyorgarlik ko'rib turibdi, Xudoga shukr. Tojikistonimizning polvonlariga omadlar tilaymiz. Omadlarni bersin. Yuzlari yorug' bo'lib shu davlatlar ichida shu birinchi o'rinlarda olib kelsin. Biz shunga tarafdorimiz. Muxlislar biz shuni tarafdorimiz, tamom. Bayroqlarimizni balanga ko'tarsin. Shu bizning gapimiz shu. Sizga katta rahmat, shunchalik. Rahmat sizlarga ham, rahmat. Xo'p. Mana endi Aslibek polvonga yana o'tamiz endi. Mana savol kelgan, O'zbekistonda ham chop maraq qilgan ekansiz. Kechagina Instagram yozyapti. Qanday maraq qildi? Otlar qanday ekan? Qanday chop ketdi? O'sha haqida ham bir to'xtalib o'tsin debdi. O'zbekiston uloqlari qanday bo'lyapti? O'zbekistonda uloqlari yaxshi aka. Shu yag'laga ham o'tib kam o'tib turamiz bir. Zo'r. Yetti uloqlari ham qattiq uloq bo'ladi. Lekin Qashqashga kelganda sal bizga qaraganda farqi bor lekin. Qashqashga kelgan paytda shu farqi bor. Shu o'tganda shu begotda bir uloq bo'ldi. Shu yuqoriga bir soldim shu yerda. Qayerda oti bo'ldi shunda? Shu Zafarda oti bilan soldim. A7 degan ot bilan bir soldim. Tasham yuqoriga. Qayerda oti edi u? Zafardak. Begotda Zafarov. Zafar rayon. Zafar rayoniki. Ha. Shu yoqdaki. Shu Begotda o'zini oti bilan bir tasham yuqoriga bir tasham. Shunlar yana savol kelgan. Takani yerdan ko'tarib qaysi kimlardan o'rgangan sekretini deb yozibdi-da.
pastdan ko'targan. Takani endi- Ustozlari kim bo'lgan, kimga havas qilib o'rgatgan? Takani ko'tarishda shu Oqtoshdan Xayrilla polvon bordi. U ham odam ustoz bo'ladi shu odam. Shu odam ko'p menga sirlarni o'rgatardi. Keyin rahmatli o'tib ketdilar joylari jannatda, masalan Muzaffar polvon bordi Kamarda. Shu odam. Keyin Sobir polvon bordi shu Kamarda. Shu polvonlar ko'p mana shu tog'amdan joyi kelsa endi ustoz so'kada urishadi-ku. Shu ular aytardi, "Maytda bunday qil, qiynalmaysan." Gap shu paytda shu odamlar menga o'rgatgan aslida. Endi ularda ham shu ustozda bizga shu birga yurardik. Shu nima o'rganganmiz shu odamlardan o'rganganmiz hammasidan. Ba'da Abdurazzoq polvon bordi, u odam aslida ot boshqarishlarni o'rgatardi. Ustoz katta polvon ustoz. Shu Raymirdini Dadalari. Shular yana bir savol kelgan. Raymirdi. Juda og'ir tortishuv uloq bo'lgan. Yarim soatlab katta polvonlar tashalmaganda Aslbek polvon tashab chiqqan deyilganda, o'sha qaysi uloq qaysi soatda bo'lgandi deb savol kelgan. U inson ham aniq bilmaydi, lekin shu holat bo'lganmi sizda? Yarim soatgacha kashkash bo'lgan. O'sha paytda Aslbek olib chiqib marra qilgan deyishyapti. Qaysi uloq bo'lgan, qaysi soat bo'lgan? Shu anovda Isfarada bo'ldi. Isfarada bir katta uloq bo'ldi. Shu Hoji Furqat uloq berdilar. Hoji Furqat bo'ldi uloq berdilar. Shu yerda katta uloq bo'ldi. Bag'i O'zbekiston, Qirg'iziston hammasi keldi. Shu yerda lekin pastga qarab raza kashkash bo'ldi. Pastdan to unga tegdi, bunga tegdi. Oxiri menga nasib qildi. Keyin shu anovda shu Choriqdaryodan shu Jaguar bo'lku shu Choriqdaryon. Shu Jaguar bilan soldim bir tana edi pastga. Lekin cherchi og'ir bo'ldi. Undan oldin menga 2-3 marta tegdi. Chang tutab ketdi. Qo'ymadi. Yig'in qalinlashib taka ham svejiydi. Ot ko'rilib, tushib kelib oxirgi yana o'zimga nasib qilib soldimda. Shunda o'zingiz ko'targanmisiz? O'zingiz ko'tarib, o'zingiz tashlagansiz. O'zim ko'tarib, o'zim tashladim. Jaguar bo'lgan. Shuhrat Hoji akaniga. Uni Chayroqda. shu Novda Abdurahmon polvon aylantirib yubordilar. Sizga Abdurahmon polvon. Abdurahmon. Tushunarli. Hozirda sizga kim ishlayapti, arqa ko'tarib beryapti? Hozirda O'zbekistondan shu Sanjar degan bitta bala kelyapti. Hozir siz faqat alga chapyapsiz-da? Oldinga. Endi aka universal farqi yo'q. Joyi keladi. Arqa otni ham ko'tarib bosib ketaveramiz. Aynaltirish bo'lsa ham aynaltirib ham ketaveramiz. Shunday bo'lyapti aka o'zi. Aslbek polvon, ko'pkarining eng qiyin tomoni nima siz uchun? Ko'pkarining qiyin tomoni men uchun endi aka shu otvozlarni ko'nglini olishda. Mana boya o'zingiz aytdingiz-ku, boyni otini chopadi, kambag'alni otini chopmaydi dedingiz. Endi shunga nima deydi? Shularni endi ko'nglini olsak, shular xursand bo'lsa biz xursand aka. Shuda eng og'ir tarafi biz uchun. Qolgani endi bilmasak endi. Og'ir tarafi boshqa. Mashq jarayoni qanday kechyapti? Hozir qayerda trenirovka qilyapsiz? Xudo xolasa mana keyingi oyda o'rtalariga qayerda bo'ladi dedilaringiz? Chempionat Issiqko'lda xudo xolasa. Issiqko'lda bo'ladi, ya? Issiqko'lda bo'ladi. Issiqko'lga tayyorgarliklar qanday ketyapti? Zo'r bo'lyapti aka. Qaysi polvonlar yozilgan? Polvonlar endi hamma shu o'zimizni shu zibonada o'ynaydigan polvonlar bor. Eski shu Diyor polvon, Siroj polvon bor, Sarboz polvon Novdan. Keyin Raymberdi polvon yozilgan. Keyin yo'dan Isfaradan Dadaxon polvon. Keyin Xursandmurod Hoji polvon. Tayyorgarliklar qanday ketyapti? Xudo xolasa Tojikiston bayrog'i. Iskandar polvon bor ba'zan. Hammasi shu eski anavlarda, polvonlarda shu zibonada o'ynaydigan bolalar boradi. Tayyorgarliklar endi yaxshi bo'lyapti, xudo xolasa tayyorgarlik zo'r aka. Tayyorgarlik shu Novda shu ustozlikda bo'lyapti, Xalin polvonnikida shu yerda trenirovka qilyapmiz. Xalin polvonni uylarda, zalda shu yerda trenirovka qilib tayyorlayapti ustozni o'zi. Tushunarli. Keyingi savolimiz. G'alabangiz haqida aytib berdingiz. Katta sovrin, birinchi sovrin qayerda tashlaganlaringizda. Mag'lubiyat haqida ham bo'lgandir. Alamli uloqqa marraga yetib bormadan tushirib qo'ygan paytlaringiz, alam qilgan joylardan ham gapirib bering. Bo'lganmi shunday holat? Bo'lgan aka, bunaqa. Qayerda, qanday bo'lgan? Bunaqa joylari ham bo'lgan. Anavda shu Direshda bir uloq bo'luvdi.
Qaramazorda ulog' edi, katta ulog' bo'lgandi o'shanda. Men qaysi odam qilgandi, o'sha yerda katta ulog' bo'ldi, shu direshni chaqmoq degan otib bordi. Boyir hojiniki edi. Avaz polvonni jiyanlarni. Ana shu chaqmoq bilan u paytda tana ko'p tashalardi-ku, tanani yoppa qilib olib kelib ancha yurdim. Yoqdan qo'ymadi kirib tashagani. Oxiri kirib tashayman deganda bir bekorchi bola shuni sudirib tashqariga tashab qo'ydi. O'shanda shu solimi zo'r edi. 2 tuya 5000 somon shu. Katta solim. Ana shunday narsa alam qilgan. Hisob qilmagan-a siz? Hisob qilmadi. Shu yerda keyin bekorchi bola-da shuni tashaganda shunday ushladi, 1 metr shu odam somondan 1 metr tashqariga tashab qo'ydi. Keyin shu 11 bo'ldi. Ana shunda alam qilgandim. Tushunarli. Endi o'zlaringiz tomonidan, devashingiz tomonida ko'proq takan bosib kelayotgan paytingiz yapishib tortadigan baquvvat polvonlarni kimlarni bilasiz? Bizni devashda tortarman mallar ko'p. Ba'da o'zimizda qal'a do'stda Sarvar polvon bor. U ham qattiq tortadi. Keyin Oyboriyda Mamarashot aka, Mubin aka jiyanlari bor. Odamda avaz degan jiyanlari bor. Ular ham qattiq tortadi ular. Keyin Noboddan Asror polvon, Siyarqul polvondan nevara ukalari bor. Ular ham qattiq tortadi bolalar. Eski polvonlardan o'shalar ham zo'r tortadi hammasi. Tushunarli. Biz tomonda-chi daryoning narigi betida bu tomonda Shaqqadam, Adirosmon, Qaramazor, Qarajing'il. Endi sizlar tarafda ham u yoqda ham ko'p. Yoqda endi aslida Yoqub akamda, Yoqub akam, Zokir aka bor. Yoqub polvon qattiq tortadi. Shu agar shu bulba odamga shu o'chak chiqib qolsa mara qildirgan qo'ymaydi. U odam xarakteri shunday. U odam qattiq tortadi. Keyin ba'da Matcha tarafda ballari bor shu yerda. U ballarning ismi kelmaydi, ular ham qattiq tortadi. Shu tarafda uloq ham qachon borish olgan bo'lsa qattiq qiynaveradi-da, topib kelib solganimizcha tortaveradi. Qattiq tortadi ular. Sizlarda endi ko'p ba'da ham tortarman ballar, ko'p. Ba'da Teraylarda Oxun polvon bor. Yana O'tkir polvon bor akasi, ular ham qattiq tortadi. Jiyanlari bor. Ular ham yaxshi tortadi, qattiq tortadi ular. O'zingizcha o'zingizdan tortib turasizmi yo faqat o'zingiz yerdan ko'tarib bosib tashlaysizmi? O'zim tortaman, joyi kelsa hech lekin bunday aslida yerdan ko'tarib chopganmiz aka. Aslida tortganmiz joyi kelsa. Taqimi baquvvatlardan nomlarini aytib o'tsangiz, shu o'zimizda baquvvat polvonlarda tushib qoladi-ku, yo'lingiz udobni bo'lgan paytda. Kimlar taqim baquvvat o'zimizda? Endi o'zimiz endi polvonlar ko'p endi. Aslida endi ustoz bu Halim polvon taqimi zo'r edi. Endi oldin Abdurazzoq bo'lar ham zo'r bo'lgan. Ularni ham ko'rganman-da, ularni ham bosib cho'g'anlarni. Endi hozirda endi hamma polvon bir xil bo'lib qoldi aka. Hammasi ham bosyapti. Hammasi ham zo'r. Fashda hamma polvon bosgan takasini olib kelyapti. Endi ularning taqimi qanday? Hammasi bir bosishdan kelyapti. Hammasi ham bir xil polvonlar endi taqimi. Tushunarli. Hozirgi polvonlardan eng yosh polvonlardan kimlarni zo'r deb bilasiz? Kim chiqayapti zo'r bo'lib? Eng yoshlari faqat. Hozirgi eng yoshlardan endi shu ko'rinib turgani hozir endi ba'dan Diyor polvon, ukasi To'ychiboy polvon zo'r bo'lyapti u ham. Keyin yoqdan hozir chiqyapti, xudo xolasa, u polvon ham Muhammad jiyanim bor. Muhammad polvon bor. U ham zo'r, xudo xolasa. Shu endi 1-2 ta travma olib qoldi, sal qoldi. Lekin u ham zo'r. Xudo xolasa u ham xudo xolasa yaxshi hozir tirnoqani zo'r qilyapti. Keyin yana balla bor, jiyanlar bor. Hasan polvon bor, o'zimiz jiyan shu yerda. Halim polvon ustoz tayyorlayapti. Javohir polvon bor u yoqda. Keyin shu polvonlar, Suhrob polvon bor, hozir ustoz tayyorlayapti shu polvonlar barini. Xudo xolasa chiqib qoladi ular ham yaqinda. Mana Asbek polvon, xudo xolasa yakuniga yetay deb qoldi savollarimiz ham. Va mana shu Mag'zat qishlog'idan chiqayotgan yosh polvonlar bormi? Shogirdlaringiz, o'rinbosarlaringiz, Mag'zat qishlog'ini tanitadigan polvonlar kimlar? Bor aka, bor. Mag'zatda endi o'zimni mana olib yurgan bolalar bor. Shu To'ronbek polvon bor. U ham xudo xolasa zo'r, u ham hozir o'rganib qoldi, ancha ko'tarishlar. Og'abey degan bola bor bu yerda, u ham yaxshi. Shogirdlaringiz? Ha, ular shu. Keyin Faridun degan bor. Endi Faridun u ham yaxshi, u ham ot-potlar minib yuradi. Xudo xolasa keyin kelajak bu da endi xudo xolasa jiyan.
Jiyanim Maqsudjon polvon xudo xolasa zo'r polvon bo'ladi. Shuni yil haqdan so'raymiz, shu polvonni bir duo qilsa. Shu katta polvonlarni yo'lini bersin, zo'r polvon bo'lsin ular. Zo'r. Gap yo'q, Aslibek polvon, sizga mana kattakon rahmat, shunchalik vaqtingizni ayamay mana intervyumizga rozi bo'lib chiqqaningiz uchun muxlislaringizga tilaklaringizni bildirib qolasiz va videomizni yakuniga yetkazamiz. Endi muxlislar bor, biz borda. Muxlislar boriga shukr. Muxlislar bo'lmasa biz hech kim emasmiz. Muxlislar endi xudo xolasa endi uloqlarda yaxshi kunlarda ko'rishaylik, ular ham muxlislarni boshi og'rimasin. Xonadonlarda yaxshi kunlar bo'lsin ular ham. Gap yo'q. Bo'lmasa xudo xolasa keyingi yana intervyularda ko'rishguncha Shuhrat aka. Yo'q, rahmat. Zamonimiz tinch bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtimizni boshlari og'rimasin doim. Mana qolib ketgan katta polvonlar bo'lsa, xafa bo'lmasinlar. Bari mana Maldin akalar bor edi, Fardin akalar. Viktor aka bor edi. Viktorlar bor edi. Mana Sobir akalar. Mana yosh polvonlarga, mana hozirgi polvonlarga bariga omad tilaymiz. Omadini bersin. Otvozlarga omad tilaymiz. Barlarning otiga nima deymiz? Kuch-quvvat bersin. Hammasini yuzini yorug' qilsin. Polvonlarga kuch-quvvat bersin. Yiqilmay, surilmay, chiroyli polvonlarni chopsin. Mayli, sog' bo'lasizlar, xudo xolasa. Aslibek polvon, keyingi intervyumiz kimdan bo'lsa xohlaysiz? Kimni kutasiz? Keyingi intervyumizda. Qaysi polvonni? Xalin polvon ustozdan-da. Yo'q. Xudo xolasa. Shu ustozdan kutamiz endi. Nasib qilsa, Xalin polvonni o'tamiz. Sog' bo'lingizlar, ishlaringizga omad. Rahmat aka, kelganingiz salomat. Shu yerda bor aka, bitta ot bor. Bitta ot bor dedingizlar. Mana hozir otxonasida ko'rsatib o'tamiz. Bitta otlar bor ekan. Qanaqa ot? Bu ot yangi kelgan aka. Xudo xolasa bu yil yangi kelgan. Bu otning nomi? Bu otning ismi Ajdar. Ajdar. Bu yangi keldi. Bu o'zimizda Spitamenni Yunus akamizga kelgan. Ot necha yoshda bo'ldi? Bu ot xudo xolasa 6 yoshlarga 7 o'tini yedi-da. Yaxshi, xudo xolasa endi bil ko'ramiz inshaalloh. Shu Yunus akaniga bu nomi. Hozir bitta ot bor. Bitta ot bor aka. Hozir endi bu bo'ladi shu bittasi. Ot seroq bu. Yo'q, mayli. Sog' bo'ling. Ishlaringizga omad. Salomat bo'ling aka. Xudo yaxshi kunda ko'rishaylik. Xudo xolasa aka. Shukurjon aka, assalomu alaykum. Yana bir bor. Qalay, charchamayapsizmi? Yo'q, xudoga shukr. Siz bilan ham ikki og'iz suhbat qilay dedim. Bo'ldi, gap yo'q. Xudo xolasa mana polvonni ham tayyorlayapsizlar. Xudo xolasa inshaalloh. Chempionat bor deyapti. Xudo xolasa inshaalloh. O'zingiz bu ko'pkariga qanday qiziqish paydo bo'lgan o'zingizda endi? Bizlarda endi eskidan ota-bobolarimiz ot saqlagan, ot chopgan. Asosan Sharifjon akam xudo rahmati, Berdimirza akam xudo rahmati. Shular ot chopgan, tog'alarimiz G'appor soldatlar chopishgan. Zayn akalar bo'lgan tog'a jamiyatlardan. Shulardan kelib mana xudo xolasa Aslibek polvonga qolyapti. Mana xudoga shukr, mana shirindan shirin nevaracha bor ishda. Begoyim xon, Imonaxon, Farangizxon shu dadasini uloqqa ketayotganda duo qilib jo'natishadi. Bu joni bilan. Aslibek polvonning 3 ta qizlari bor. Mana shu 3 ta qiz xudo xolasa inshaalloh. Xudo xolasa inshaalloh. Xudo xolasa o'g'illar bersin, polvon bo'lsin, elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin, iloyim. Yurtboshimiz umri uzoq bo'lsin, iloyim. Shunday sharoitlarni qilib bergan mana bizni qarayman, shirin nevaralar bilan mazza qilib yashayapmiz. Rahmat. Xudoga ming qatla shukr. Aslbekjonning umri uzoq bo'lsin. Men tarz berayman mana. Endi shuda endi nima qilamiz? Polvon duo qilib, yangingiz bilan o'tiramizdan. Xudoga ming qatla shukr. Mana biz hozir polvon bilan intervyumizni oldik, tugatdik. Mana siz bilan ikki og'iz olib ketaylik deb. Elimiz, yurtimizga rahmat. Shunchalik mana marakalarni qilishyapti, polvonlarimiz o'zini rizqlarini olib kelyapti. Mana shu polvon, mana shu bolalarning rizqi. Xudoga shukr. Bundan yana nima? Kamchilik yo'q, xudoga ming qatla shukr. Iloyim umri uzoq bo'lsin bolaginamda. Sog' bo'lasizlar, bo'lmasa hozir qarang. Polvon bo'lish g'oyasi kimdan chiqqan? O'zi qiziqqanmi sizdan chiqqan? Aslbekjonni o'zim ot chopib yurgan vaqtimda ot orqasiga mindirib, o'tga qo'yib qo'yar edim. Yosh
3 yashar, 4 yasharlik o'sha vaqtida yurakdan urgan ekanda. Aha. O'sha paytida. Bolaligida qanday bola edi? Bolaligida ham mana shunday kam gap, juda ham og'ir bosiq bola edi. Yo'qa qarang, nimaga bunday qilasiz? Bolaligida ham shunday og'irgina, bosiqqina bola edi. Endi bunday bo'lishiga sababim 3 qizning ichida katta bo'lganda o'zi ham. 3 ta opachasini ichida katta bo'lgan. 3 qiz, 1 o'g'il. Aslidek polvon maydonga chiqsa xavotir qilasizmi? Aytmang, aytmang. Hayajon. Hayajon rosa ko'p bo'ladi. Keyin u yig'inda uzoqroq joylarda aylanib yuraman, to uloq tugagancha. Tushunarli. Qaysi g'alabasini hech unutmaysiz polvonni? Birinchi qilgan g'alabalar esingizdami? G'alabasi shu Qirg'izistonga 5 bolaga borganimizda o'zimni ko'gotim bilan bir marra qilganda toza ham xursand bo'lib kelganman. Hozirgi yosh polvonlarga nima maslahat berasiz? Yosh polvonlarimiz endi baraka topsa, yo'q, yaxshi o'yapti, hammasiga ham gap yo'q. Havas qilamiz, gap yo'q. Shu men beg'urvatiga balelchikman. G'urvatiga tobim yo'q. Ha, yaxshi. Bir xillar aytadiki, nimaga ot minib orqasidan deydi. Hay qilmaysiz, men aytaman, qo'y, Xudo bersa o'zi soladi. Shunda nima qilamiz? Bizning qo'limizdan nima? Xudo poshsho, Xudo o'zi ol qo'lim desa hech gap emas. Aslbek haqida bir esdalik yoki qiziq voqeani aytib bering. Bir esda qolarli qiziq voqea Ko'pkarida. Ko'pkarida endi Ko'pkaridan oldin yoshlik paytida bir qiziq voqea bo'lgan. Yarim kechasi turib bog'imga ketyapman deganda qaytarib olganman. O'sha esimdan chiqmaydi. Ha, siz ham yuqsirab bog'siniga qarab ketyapti. Ha, siz bog'imga boryapman deydi. Ya qaytbaqa dedi, to'ng'atsa borasan dedi. Shu endi eng qiziqarli shu hayotda. Yosh edi. Sog' bo'lingizlar, bo'lmasa Xudo xolasa. Rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Albatta. Xudo Alloh polvonga Xudo o'g'il bersa inshaalloh guldiratib uloqni qilamiz, ha? Xudo xolasa. Inshaalloh. Mayli, sog' bo'lasiz, omon bo'lasiz. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik bo'lmasa. Yo'q. Sizlarga ham rahmat. Shunchalik kutib yilda kelayotgan mavsumlarda omadini berib tilab qolamiz hammalarini. Mana Xudo xolasa inshaalloh yaqinda tashqariga nonga chiqaryaptilar. Xudoyim taolo o'zi duo qilsin, yigitlarimiz yaxshi sovrinlarni olib kelsinlar. Yurtimizni bayroqlarini baland ko'tarib, shu yorug' yuzlar bilan elimizga kirib kelishlarini so'rab qolamiz Xudodan. Omadini bersin yigitlarimiz, polvonlar. Mayli, bo'lmasa. Vaqtimizni yakunlaymiz. Omon bo'lingizlar. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Xo'p. Yurtiga bax, eshigini ochgan tulporsan, toq kelganda toshni yanchgan tulporsan. Yurtiga bax, eshigini ochgan tulporsan, toq kelganda toshni yanchgan tulporsan. Bobur bilan tog'dan ochgan qorabayi. Bobur bilan tog'dan ochgan qorabayi. Siz ketgan boychi borib hayda qoldi. G'irotim hayga yo'qoldi. Siz ketgan boychi borib hayda qoldi. G'irotim hayga yo'qoldi. Вверх ты наш брат, родной нас,
Тинаш бриллиант, золотой наш. Тебе к сердцу син не прижимаю.